Mana aziz hamqishloqlar, mahallaga ehson qilib yurgan Abar akam hoji boshchiligida yursa, bitta kichkinagina ehson, kichkina yoshgina bola chiqib, Abar aka nima dedi shu bola? Men o'zim uchun to'plagan pullarimni ehson qilib beryapman dedi. Ehsonni dargohida qabul qilgan bo'lsin, buni qaranglar. Shu mana domla guvohligida ochyapti, mana Nabijon mana ko'cha boshida maslar ochyapti. Mana kim o'g'lisan bola? G'ulomjonning o'g'li ekan. Abar aka duo qiling shu bolaga. Alloh. Allohu akbar. Otingga ming rahmat o'g'lim, ming rahmat otingga. Baxt kamolingni ko'rsin.